Leksiyalarımızı davamlaştırmaz vatandaş. Bugünkü istağa 2022 yıl 7. ayının 26. günü. Endilikki mavzumunda vatandaş. Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret kılıştan vazgeçmedi. İhtimal mundaq bir vaqtni ko'zda tutgan bo'lishi kerak. Mavzuli xabar 7. ayının 25. günü erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Tayvanning gazeti xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palatasi boshlig'i Nancy Pelosi 8. ayda Tayvanni ziyorat qilishni planga qo'ygan edi. Tayvanni ziyorat qilish plani Amerika-Jungo munosabatini jiddiylashtırib o'tdi. Bloomberg 26. kuni munda xabar qildi. Nancy Pelosi xonimning ishxona xodimlari va bexatarlik amaldorlari Nancy xonimning Tayvanni ziyorat qiladiganligini hozirgacha chetga qoqmadi. Bloomberg bir nafar ahvolni pishiq biladigan kishining so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Nancy Pelosi'nin 8. ayda Osiyoni ziyorat qilishiga kelsak. Agar Nancy Pelosi ziyorat orlig'ida Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, bu vaqt Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning Jungoning raisi Xi Jinping bilan telefon suhbati o'tkazadigan 10 kunlik vaqt ichidagi vaqtdir. Bloomberg xabarida mundaq ko'rsatdi. Savdo tijoratdan boshqa Jungo ayiblanib kelayotgan Jungo Xinjiang rayonida mustamlika Uyg'uristonda Jungoning majburiy emgak siyosatini yo'lga qo'yganligi va shundaqla irqiy qirg'inchilik siyosatini yo'lga qo'yganligi bu qatamqa suhbatda o'ttirib qo'yiladigan masaladir. Diqqat vatandosh. Hamda Jungoning Rossiya va Ukrainaga tajovuz qildi deb Rossiyani ayblamasligi qatorliq masalalarmi suhbatda o'ttirib qo'yildi. 10 kunlik suhbatda. Bugun Tayvan Jungo Amerika munosabati yomonlashishning birinchi darajalik mavzusiga aylandi. Tayvan Amerika Jungo munosabati yomonlashishning birinchi darajalik mavzusiga aylandi. Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, Beijingda ala-to'palan ko'tariladi. Amerika bilim xazinasi Brzezinskiy tadqiqot o'rni nopozliq tadqiqotchi Royan Xas mundaq ko'rsatdi. Vaqt va fursatdan qaraganda Nancy Pelosi 8. ayning boshlarida Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, Jungoning maksimum yoki yuqori darajada inkas qaytirishini keltirib chiqaradi. Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Xi Jinping bilan o'tirdi. Ixtilof paydo qilayotgan bir qator masalalar savdo tijorat, kishilik huquqdan boshlab Tayvan masalasi qo'l tutadigan masalalardir. Bu xabar yozuvchining xabari. Amerika bilim xazinasi diplomatik munosabatlar jamiyatining raisi Richard Xas 7. ayning 25. kuni Bloomberg agentligining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Bir kirjas 100 biramdi yo'q. Men bunu bilmayman. Lekin men mundaq hisoblayman. Bu qachon degan masaladir. Krizis 100 biramdi yo'q, men buni bilmayman. Lekin men mundaq hisoblayman. Bu qachon degan masala. Vaqtli qoldi degan. Shunda qilamsan, qilmamsan degan masala emas. Masalan, Jungoga nisbatan maishni qilamsan, oishni qilmamsan, maishni o'rlab bo'ldingmi? Tugidi. Bunda gaplar, bunda suhbat oxirlashdi, tugidi. Shunda qilamsan, qilmamsan degan masala emas. Balki Amerika Jungo shuni bayqab yetdiki, Amerika Jungo ikki davlat hozir Tayvanni markaz qilgan holda kirjas ichida turib o'tadi.